Nega Ispaniya Fransiya uchun bunchalik qiyin raqib bo'ldi? Menimcha, bizga qiyin bo'lganining sababi taktik rejamizni amalga oshira olmaganimizda. Maqsadimiz ularni yuqori bosim ostida ushlash, yakkama-yakka kurashlarda ustunlik qilish va o'z o'yin uslubini namoyish etishga yo'l qo'ymaslik edi. Hammaga ayonki, bu jamoa to'p nazoratini qo'lga olishni va o'yinni o'zi boshqarishni yaxshi ko'radi. Ammo biz bunga yo'l qo'ydik. Ularning yarim himoyachilariga juda ko'p vaqt va erkinlik berdik. Bunday mahoratli futbolchilarga imkon bersangiz, ular sizni jazolaydi. Qolaversa, ular ishlab olgan penalti ham uchrashuvga qaytishlariga yordam berdi. Ikkinchi bo'limda o'tkazib yuborgan golimizdan keyin esa finalga chiqish uchun zarur bo'lgan saviyani ko'rsata olmadik. O'zingizga qanday talablar qo'yishingizni yaxshi bilamiz. Bugungi o'yiningizni qanday baholaysiz? Futbolda shunday, g'alaba qozonsang barcha e'tirof senga nasib etadi. Mag'lub bo'lsang esa javobgarlikni ham o'zing zimmangga olishing kerak. Bu o'yinning ham, mening hayotimning ham bir qismi. Sardor sifatida barcha mas'uliyatni o'z bo'ynimga olaman va bundan hech qanday e'tirozim yo'q. Biz finalga chiqishni xohlagandik, ammo bunga erisha olmadik. Endi odamlar biz haqimizda nima desa, buni qabul qilishimiz kerak. Va so'nggi savol. Didier Deschamps bilan juda yaqin ekaningizni bilamiz. Bugungi mag'lubiyatdan keyin murabbiyingizga nima dedingiz? Didier Deschampsning fransuz futboli uchun tutgan o'rni hech qachon o'zgarmaydi. Oldinda yana bitta o'yinimiz bor va biz uni aynan u uchun imkon qadar yaxshi o'tkazishga harakat qilamiz. U bunga munosib. Muxlislarimiz ham jahon chempionatini 3-o'rin bilan yakunlashimizga loyiq.